Bu kinoni ko'rganingizdan so'ng faqat bitta narsani o'ylaysiz. Qahramon yomonmi shunda yoki yaxshimi? Hammaga salom. Bugungi kino tahlilimiz chetlatish uslubi film haqida. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Biz boshladik. 2025-yilda Janubiy Koreyada chiqqan, reytingi anchagina baland bo'lgan film. Chetlatish uslubi, uning janriga keladigan bo'lsak, komediya, triller va drama. Buni asosan qora komediya desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Kinoni ko'rganingizdan so'ng bunga shundoq ham amin bo'lasiz. Filmning boshidayoq komediya va triller aralashib keltirilgan. Bunday janrdagi filmlar sanoqli, chunki ular mutlaqo bir-biriga qarshi. Film faktlariga keladigan bo'lsak, film Donald Edwin Westlake ismli yozuvchining 1997-yilda yozilgan The X romaniga asoslangan va roman asosida ilk marta 2005-yilda fransuzcha Le Coupere filmi ishlangan. Demak, bu film ikkinchi marta Koreya talqinida ishlangan. Aktyorlar sostavi ham anchagina kuchli. Bosh qahramon rolini mashhur aktyor Lee Byung-hin o'ynagan. Uni biz Kalmar o'yini, Iris kabi seriallarda yaxshi taniymiz. Uning rafiqasi rolini esa taniqli aktrisa Son Ye-jin o'ynagan. Uni esa biz Yoz ifori, Taqdir kabi mashhur seriallardan juda yaxshi taniymiz. Undan tashqari Yu Yen-sok, Yom Heran, Park Hee-sun, Lee Sung-min kabi aktyorlar o'ynagan. O'z hayotida tinchgina yashab yurgan Yu Man-su qog'oz ishlab chiqarish korxonasida naq 25 yil ishlagandi. Hayoti bir tekisda, ishi bor, oilasida hamma narsasi joyida, farzandlari va xotini bilan muammosi yo'q. Otasidan qolgan kattakon uyini qaytarib sotib olib, o'sha yerda yashayotgandi. Lekin bir kuni hayotida hamma narsa o'zgarib ketadi. Bu kinoni boshidayoq ko'rsatilgan. Uni ishdan bo'shatishadi. Uni ishdan ketishini xuddi bayramdek qilib, unga ilon baliq jo'natishadi. Avvaliga oilasiga aytmaydi. U psixologga boradi, terapiya oladi. Bu voqea unga qanchalik ta'sir qilganini shu yerdan ham bilib olishingiz mumkin. Oila moliyaviy qiyinchiliklarga duch kela boshlaydi. Uy, farzandlar ta'limi, barchada ishsizlik davrida bo'ladigan muammolar. Bilasiz, Koreyada ishsizlik juda katta stressga olib keladi. Odamlar ichkilikka ruju qo'yib, hattoki joniga qasd qilish holatlari ham kuzatiladi. Oradan 1 yildan ko'p vaqt o'tib, u qog'oz kompaniyasining menejeri bo'lib ishlaydigan odamni uchratib qoladi. Bu yerda meni tushunmagan narsam, bu uchratib qolgan odami uning o'rniga ishga kirganmi yoki bu umuman boshqa qog'oz kompaniyasimi? Bu yerda film biroz tushunarsiz bo'lib qolgan desam, adashmagan bo'laman. Xullas, u o'ylaydiki, agar uni yo'q qilsam, o'rnini men egallashim mumkin. Lekin shu payt uni xayoliga yana bir narsa keladi. Uni yo'q qilgan taqdirda ham bu lavozimga talabgorlar, ya'ni konkurentlar juda ko'p va u soxta e'lon yozib, shu lavozimga loyiq insonlarni yig'a boshlaydi va o'zidan kuchli raqiblarni yo'q qilish rejasini tuzadi. U odamlar ham ishsiz va shu lavozimga ishga kirishlari aniq edi. U birinchi raqibini yo'q qilishga kirishadi. Otasidan qolgan Shimoliy Koreya to'pponchasi bilan uni otgani boradi. Hatto otadi ham. Buni qarangki, bu raqibni ayoli ham eridan qutula olmay yurgan ekan. Qahramonimiz yelkasidan otsa, xotini naq yuragidan otib qo'ya qoldi. Mansuni ishini yengillashtirib, jasadni yo'q qilib, politsiyaga ham yolg'on ma'lumot beradi va shu bilan Mansu ham suvdan quruq chiqadi va u ikkinchi qurbonni ishiga kirishadi. Uni ham amallab otib qo'yadi va filmning eng kulminatsion nuqtasi, u ikkinchi qurbonni uyiga olib kelib, jasadni yo'q qilishga urinadi. Jasadni maydalab tashlamoqchi bo'ladi. Bu filmni triller janrida ekanini isbotlab beruvchi sahna desam, nohaq bo'lmayman. U ikkinchi qurbon bilan nima qilganini bo'lsa, filmni ko'rib kommentariyalarda yozib ketishingiz mumkin. Va so'nggi qurbon, uni lavozimini egallash uchun menejerni o'ldirish, bu ham vahshiyona tarzda o'ldiriladi. Eng g'alati narsa shundaki, vahshiyona qotilliklar sizga qo'rqinchli bo'lmaydi. Xo'sh, uning qilmishlari o'rtaga chiqib, jazosini oladimi? Yoki barchasi sirligicha qolib, u hayotida davom etadimi? Buni filmni tomosha qilib bilib olishingiz mumkin. Uni Ria Play platformasida yuqori sifatda, professional dublyajda tomosha qiling. Keyingi kino tahlillarida ko'rishguncha, xayr.